Darvozamizni qatnov qismidagi o'rtadan kirib boramiz inshaalloh. Bittadan videoga like bosib qo'yasizlar, hammaga shunaqa yo'lda nasib qilsin. Urib yog'ib berayotgan yomg'ir har doim yomg'irdan keyin archish kerak bo'layotgan romlarni ham yomon holatga keltirib qo'yayotgan. Xudo xolasa high-tech dizayn deysizmi yoki garantiyalari 15 yil, zavod garantiyalarini beradi 15 yilga. Kimgadir tunika yoki kimgadir Lexus varianti kerak bo'lsa ham alohida chiqaverasizlar. Boshqa variantlar romlarga moslab turib, korishniy svetda qilib bo'yaganmiz va tepa qismiga yodiviy Lexusdan foydalanganmiz. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Mana navbatdagi obyektimizni ishlarni yakunlash uchun yetib kelganmiz. Hop, bu joyimizga bu yerda hozir darvozalari juda ham yomon holatga kelib qolgan. Bizga aytishdi 2 yil bo'ldi deyishdi, lekin bizga qorong'u necha yil bo'lgan, qancha muddat bo'lgan, darvozaning kraskasi yomon bo'lib ketgan. Hozir shpekulovkalarini surtishlarni ham boshlab oldik erta tongdan kelib va bu darvozalarni mokra asfalt svetda kraskalarni sepamiz. Bu yoqda yana ikkita darvozalari bor va bu yoqda kazirogimiz bor. Bu kazirogimizni mana shu uyimiz oldi qismiga oynalariga suv yomg'ir yoqqanda, ya'ni urib yog'ayotgan, har doim yomg'ir yoqqandan keyin oynalari, romlari yomon holatga kelib qolyapti. Shuning uchun bu yerga bitta kazirog yasab berganmiz osma holatda va bu yerda ikkita darvozalarni ustunovka qilamiz va undan keyin mana bu joylariga keyinchalik bu ishimizni yakunlab bo'lganimizdan keyin bir 15-20 kundan keyin bu yerga nares ustunovka qilamiz va bu yoqqa o'zinasiga to'liq holatda nareslarni tayyorlab beramiz. Xudo xolasa video davomida iloji boricha ustunovka qilib bo'lganimizdan keyin narx-navosini sizlarga batafsil tushuntirib beramiz va darvozani nima sababdan kraskalar to'kiladi va qanaqa kraska ishlatish kerak shu haqida ham ma'lumot beramiz videoning oxirida. Videoni kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, yana bir bor. Mana darvozalarimizni ham kraskalarni to'liq holatda yakunladik, ishlarni tugatdik. Xo'p, sizlarga endi birin-ketin darvozalarimizni ko'rsatamiz. Ko'rib turgan darvozalar avvalgi boshda qo'ygan videomizdagi darvoza shu bo'ladi. Bu yerda yana ikkita darvozasi bor. Hozir borib ko'rsatamiz. Xudo xohlasa chiroyli holatda, yangi holatiga keltirdik. Iloji boricha ishlarni ham, zamaskalarni ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarni bitirib berdik. Sababi egalari juda yuraklari tor insonlar ekanlar. Menga chiroyli, zo'r holatda qilib bering, yangidek holatda deyishdi. Va orqalarini ham ko'rib turganingdek to'liq holatda devorlarga umuman shikast yetkazmagan holatda o'rab turib kraskalarni to'liq yakunladik. Va bu yoqda sizlarga ko'rsatgan kazirogimiz ham high-tech variantdagini ustunovka qildik. Buni ham hozir sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Darvozalarni ham to'liq ko'rsatamiz. Bu birinchi darvozamiz. Bu yoqda bitta kalitka va asosiy kirish eshigi bor. Bu yerda faqatgina katta mashinalar kirishligi uchun xod qilingan. Darvozada umuman kalitkasi yo'q, umuman qatnov qismi yo'q, faqatgina katta mashinalar uchun bir chekkadan qilib qo'yilgan ekan. Asosiy eshiklar nari yoqda. Hozir ham borib ko'rsatamiz. Borguncha kraskani to'kilib ketish sabablari haqida ozgincha qisqacha ma'lumot berib o'ramiz. Hop, darvozani kraskalar to'kilib ketishiga ko'p sabablari bor. Asosiylarni sanab o'tamiz. Birinchidan listlari toza, yaxshi bo'lib, yuvib tozalab, plastiklar artilgan bo'lishi kerak va kraskani imkon boricha yaxshisidan, tozasidan banchka kraskalar foydalanish kerak. Ana shunda sizga ko'proq xizmat qiladi darvoza. Va darvozani kalitkasi bu, ya'ni yana bitta kalitkalari bor. Bu yoqda yana asosiy kirish eshiklari ham bor. Buni ham to'liq holatda mokri, hammasini kraskasi mokri holatda qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ruchkalar ham yomon holatga kelgan ekan. Ruchkalarni bo'yab keyinchalik alishtirib olsa ham bo'laveradi yoki shu holatda qolsa ham bir xil adnotomniy holatda chiqdi. Kraskalar matviy holatda qilib berilgan, glansiy qilib tayyorlasa ham bo'ladi, lekin asosiy hozirgi kunda ko'proq matviy talab bo'lyapti. Shuning uchun matviy holatda mokra asfalt svetda toza banishni GK2 kraskalardan foydalangan. Kraskani sepish xizmatlariga keladigan bo'lsak, faqatgina vodiy bo'ylab bu ishimiz. Boshqa joylarga bo'ladigan bo'lsa, agarda naves, darvoza, perili, reshotka zakaz qilishadigan bo'lsa, shunda besmatli holatda qilib berishimiz mumkin. Qo'shimcha xizmat qo'shilmaydi. Ya'ni faqatgina darvoza kvadratga to'lashadi. Hozirgi kunda faqatgina vodiy bo'ylab kraska ishlarimiz mavjud. Darvoza, perila, reshotka, qanaqa temir ishlari bo'lishidan qat'iy nazar kraskalarni to'liq holatda yakunlab bera olamiz. Va navbatdagi asosiy darvozalari, bu asosiy kirish eshiklari, uchtasi ham darvozaning bir xil holatda, materiallari ham hammasini bir xil holatda qilib tayyorlangan. Bu asosiy kirish eshiklari, ya'ni qatnov qismidagi darvoza. Mana bu darvozamiz ham to'liq holatda ko'rinishi. Hop. Darvozaning hammasi dizayni, kraskalari bir xil holatda sepilgan, hammasi matviy holatda qilib tayyorlangan.
to'liq ko'rinishlari. Xo'p, va bu darvozalarimizni 1 kvadrat metri 150 ming so'mdan boshlab, darvozani holatiga qarab 1 kvadrati 300 ming so'mgacha kraska, shpakilovka hamma narsalarni o'zimizdan qilgan holatda qilib tayyorlab beramiz. Darvozalar rasman tashlab bersa, shunga qarab narx belgilanadi. Va endi sizlarga ichkaridagi navesimizni to'liq obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Darvozamizni qatnov qismidagi o'rtadan kirib boramiz inshaalloh. Bittadan videoga like bosib qo'yasizlar, hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Va shunaqa xonadonlarda chiroyli holatda oila a'zolari bilan yashashlikni nasib qilsin hammamizga. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingdek high-tech dizaynda osma naves qilib berganmiz, ya'ni kecha tushuntirdik. Bu romlarga yomg'ir yoqqanda urib yog'ib berayotgan, yomg'ir har doim yomg'irdan keyin archish kerak bo'layotgan romlarni ham yomon holatga keltirib qo'yayotgan. Xudo xolasa high-tech dizayn deysizmi yoki gulli dizayn deysizmi, xohlagan dizayningizda naveslarimiz mavjud. Bu navesimizni nomini biz kovni deymiz, ya'ni gullari hammasi qalin narsalardan ishlatilgan. Detallari, tepa qismi yodiviy leksanadan foydalanganmiz. Kraskalari mokri asfalt yokida yodiviy yokida oq deyishadimi, hammalarni o'zini xohish istaklariga qarab tayyorlab beradi. Buni hozir klientimiz xohish istaklariga qarab romlarga moslashtirib, korishniy svetda qilib bo'yaganmiz va tepa qismiga yodiviy leksanadan foydalanganmiz. Bu navesimizning eniga 3,5 metr, oldiga chiqishi 160 sm bo'lgan. Xo'p, kvadrat metrini 750 ming so'mdan qilib tayyorlab berganmiz. Bu yerda kishilar ko'p bo'lganligi uchun agarda kimgadir shu variant kattaroq variantda kerak bo'lgan bo'lsa 700 ming so'm yoki kichikroq bo'lgan bo'lsa 800 ming 850 minggacha narx ko'tarilishi mumkin. Aloqaga chiqsa razmerlarni aytishadi, hisoblab tayyorlab beramiz. Navesimizga xudo xohlasa hamma narsani originaldan, yaxshisidan ishlatilgan. Garantiyalari 15 yil, zavod garantiyalarini beradi 15 yilga. Kimgadir tunika yoki kimgadir leksal varianti kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Boshqa variantdagilar ham bor bundan boshqa. Va inshaalloh bundan keyin yana bir 15 kun 20 kundan keyin mana shu joyimizga tepa qismiga avvalgi holatda va bu yog'iga ozgina osma holatda qilib va darvoza kraskalangan darvozamizni mana bu yoqdagi darvozamizni ko'cha tarafiga xohlashgan metrda qilib chiqarib beramiz. Shu yerga bitta kazirok zakasini olyapmiz inshaalloh. Bu yerga ham to'liq holatda kazirok yasab beramiz. Односкатный bo'ladi, bir taraflama avvalgi holatda qilib, orqa taraf devorga, oldiga stolga qo'yib, lazerli variantda qilib tayyorlab beramiz. Xudo xolasa 10-15 kundan keyin yana sizlar bilan shu uyga obzorda ko'rishamiz. Bundan keyingi videolarda to'liq holatda bu kaziroklarimiz, bu yerdagi naveslarimiz va ko'cha tarafdagi kaziroklarimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab likedan bosib turasizlar. Bundan sizlarga chiroyli, yaxshi sifatli ishdan chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.